Ushbu videoni yuragi bo'shlar va voyaga yetmagan bolalar ko'rishi taqiqlanadi. Salom. Aka, yaxshimisiz? Qalaysiz? Salom. Aka, o'yinchoq bormi? Ha, o'yinchoq bor. Ha, iloji bo'lsa aka bitta bera olmaysizmi? Shu uyda yolg'izdim, zerikandi, shu o'yinchoq qarab termilib o'tiray aka. Bo'ldi, siz uchun maxsus juda ham zo'r o'yinchog'imiz bor. Uni juda ham zerikmaysiz u bilan. Bo'ldi aka, bitta bering. Opa, mana o'yinchoqni ham olib oldik. Nima desam ekan, bu o'yinchoq bitta kalacham, boshcham. Farqi yo'q, короче. O'yinchoq bo'lsa bo'ldi-yu, to'g'rimi? No, ana endi uyimga olib kelaman. No, tak, eshikni ochamiz, uyga kiramiz. Ana buni o'yinchoqni ham sotib oldik. No, buni sanaqa qo'yib qo'yaman. Mabitga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Endi uxlab olay, do'stlar, charchadim, kechqurun bo'ldi-yu. Qolgan narsalar shu yerda sanduqda emas. No, uxlab olamiz. Voy, blin, oynasi nima hozir? Bili. Oyna sinibdi. Qanday singan bo'lishi mumkin? Yaxshi, normalniy oyna. Shamol bo'lgandirda. Mayli, bitta oynani deb ertalab olib qo'yaman. Bo'ldi, uyqum ham. Oynayni. O'yinchoqim ekan. Ey, sindirib olaman, ey. O'yinchoq qayerdan kelib qoldi aytgancha bu yerda? Qayerdan kelib qoldi hozir? U sandiq. Sandiqda yo'qmi? Qanday kelib qoldi? Tushunmadim hozir. Alaqsirab qo'yib qo'yganman shekilli, boru. Yomon alaqsirab qo'yib qoldim. Bor, mayli uxlaymiz, ey. Erta turib oyna olib kelish kerak, uxlab olamiz. Ana. Endi oyna olib kelib, pulni ham olib oldim. Tak. Oyna olib kelish kerak. Ertalab ham o'qigan shekilli yomg'ir ham yog'ib boribdi, boru. Oyna olib kelish kerak, hozir kimdir ko'rib qolsa ustimdan kular, arashlar ham o'qibdi-yu, ertalab ham tushyapti. Yomg'ir yo'q ekan. Yo'q. Yomg'ir yo'q ekan. Borib tez oyna olib kelishim kerak. Qani yugurdim, qani uchish kerak. Oyna ham shuncha qimmat bo'ladimi? Bitta dona oynaga 500 yevro bor, 4 ta ketdi, boru. Nima u? O'g'rimi? O'g'ri. Voy, yaramas-e. Hozir ta'zirini beraman. Yarasin, mana senga o'g'ri. Yaramas, iflos. Yaramas, tadbikor. Yo'q. Bu axir o'yinchog'im-ku. Va, o'yinchog'im ekan, boru. Bu narvonlarga qatdan keldi. Biz tashlaymiz-e. Hayron qolganim, mayli. O'yinchog'im ekan, lekin o'yinchoq qatdan bu yoqqa kelib qoldi? Narvon qatdan kelib qoldi? Umuman tushunmayapman. Eshigim ham ochiq. Bu yerda yo'q ham o'yinchoq. Qanday qilib? Do'stlar, umuman tushunmayman, mayli. Onam qo'yib qo'yib. Va nima, ikkita olib aytdim nimaga pulim shuncha ketdi. Pulni qo'yibdir. O'yinchog'im. Va umuman tushunmadim, boru nima bo'lyapti hozir? Umuman tushunmayapman. Bu xuddi qo'rqinchli tushga o'xshaydi, boru. Lekin bu o'ngim-ku. Nima bo'lyapti? Umuman tushunmadim. Mayli, hozir ovqatlanib olishim kerak, boru. Go'shtni yeb olishim kerak, boru. Bor, kamgina yarim qoldi, bo'ldi, yetadi. Endi suv ichib olay. Suv baribir zo'rda, boru. Nima? O'yinchog'im yana shu yerdami? Qanday o'yinchog'im bu yerlarga kelib qolyapti? Umuman tushunmayapman. Bu o'yinchoq juda ham zo'r, siz uchun mos deganda sotuvchi. Demak bu batariyali-ku, yurishni bilgan. Tushundim. Aytdim o'zim ham nimaga yuribdi deb. Menimcha shunday deb o'ylayman. Bildim. Yaramas o'yinchoq, yaramas. Menga shunaqa o'yinchoq ham berami? Juda ham qo'rqitib yubordi odamni. O'yinchoq ham mayli shu yerda turaversin endi. Boshqa nima ham qilamiz? Hozir tashqariga chiqib kelib, yomg'ir ham yog'ib bordi. Keyin kelib kompyuterimni o'ynayman, deymanmi, blogerlik qilaman. Короче. O'yinchoq. O'yinchoqim, Astag'firullah. Tayam o'yinchoq bormi? Umuman tushunmayapman. Wow, do'stlar. Ikki tomonda o'yinchoq vasi. Odam qo'rqitib yuboryapti bu. Bitta. Ishonmayman, boru. Ham bu yerda o'yinchoq.
Va ko'zlarimni yushamayman umuman. Hozir qo'rqaman, kulayman, yig'layman, umuman tushunmayman. Va вообще tushunmadim boru. Nima o'ylayapti hozir? Bu tushmi bu? Qaranglar. Ha, bo'ldi, men ketaman, bu yerdan umuman bo'lmaydi bu. Вообще bo'lmaydi. Biling, bu nima bu o'zi? Ya, xudoyim. Oh, nima bu? Nima bo'lyapti? Umuman tushunmadim. Nima bu? Qoch. Bu uyda umuman yashab ham bo'lmaydi. La'natlangan uymi bu? Har bitta qadamda shu o'yinchoq. Qatdan oldim shu o'yinchoqni. Ketaman, Shu joyda videoni birinchi qismini yakunlaymiz. Videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, ushbu videoga kamida 50 ta like bosinglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Richard bo'ldi.